Assalomu alaykum obunachilar, YouTube ishqibozlari. Kuzgi silos sezon boshlandi. Yer ustiga chuqurmas, tekis yer ustiga silos boshladik. Mana shu yerga mana 5 mashina silos bosdik. Bosamiz xudo xohlasa to'ktirdik. Tagiga kilyonkani solib, shundoq bosib o'rab depsab tashlaymiz. Depsasham nima oyoqda, oddiy qo'l oyoqda depsab qo'ya qolamiz. Mana kecha to'ktirib bir pas depsab qo'ydik, yana bir qur bosamiz shu yerga. Shunday turpoqlab tashlaymiz ustini. 2 qavat kilyonka bosib, yana yozda silos pishguncha xudo xohlasa yetadi hayvonlarimizga. Ana zina bola qo'ch qo'yamiz. 5 million 300 mingga enasini oldik. Yonida qo'zini 2 million 100 mingga oldim. O'ta zo'r katta bo'lib, kichkina mishiqdaydi olganimda. 1,5 oy, 2 oyga qarab ketyapti shekilli. Shularni xudo xolasa bugun eson omon bosib olsak, tagiga shunday kilyonkani yoydik, ustiga to'ktirdik. 5 mashina silos tayyor xudo xolasa. Shu buqalarni maydalasak yeydi-da, bular ham yeb ketar. Bir oyda bularni sotamiz. Yetilib qoldi xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa bularni maydalasak, bir 5-6 ta qilib, molxonani to'ldirib, yangi partiyada boshlaymiz. Like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga rahmat.